Assalomu alaykum azizlar. Germaniyada mashq holatda keladi. Ya'ni mana hamma o'zida bo'ladi. Kamera, pakrushka, dinar, fara, faqat faralari yo'lda oqilay joylaganda sinishi mumkin. Ushtalik skors. Buni polniy nержавейка, spesa, qanot, qasqon, mashrushida kelgan. Bu ustalarimiz navbat bilan ularni yuvib joy-joyiga xotirib berishadi. Navbatdagisi gazel ekan. Mana buni farasi, stopi, speedometri, anuzmanligi, qanotlari, nasosi bor. Noshka o'ziniki, original noshka. Klub kaliti bor. Kojini sidina, nержавейка, qasqon, maraton, pakrushka. Mashq holatda keladi. Xuddi shu velosipedimizni mana bu tayyor bo'lgan holati. Hozir sidinasini qo'yib ko'rishdi. Buni 1 minutga olib turamiz. Mana gazel. Xuddi shu gazelda bitgan holati mana. Faqat buni hamma detali nemetskiy, pedali, nasosi, farasi, 5 talik skors. Faqat buni zamogi yo'q ekan, zamogi kelmagan. Agar zamogi o'zida kelgan bo'lsa turardi, biz buni sug'urib olmaymiz. Hamma velosipedlarimizni ya'ni o'zida bo'ladi zamogi. Orqa fara ko'rinishi, gazel. Kimga shunaqa velosipedlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Pastda nomerlari, Telegram gruppamizni qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Narxlari har xil. Shu Telegramda batafsil narxlarimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.